Madina shahrida joylashgan Madina Islom universiteti. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, mana shu universitet haqida to'liq ma'lumot berib chiqaman. Bu Madina shahrida joylashgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari. Nabaviy masjidi. Madina Islom universiteti mana shundan 9 kilometr yoki 8 kilometr uzoqlikda joylashgan. Talabalar darsdan bo'sh vaqtlarida xohlaganlarcha kelib mana shu joyda ibodatlarni qilib ketsa bo'ladi. Talabalarni olib ketgan arzon transfer vositasi mana bu joyda qatnaydi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hop, bu Salom ko'chasi. To'g'rimda mana Nabaviy masjid turibdi. Mana shu joyda Madina Islom universitetiga qatnaydigan mashinalar turadi. Mana shu joydan arzon narxda qatnasanglar bo'ladi. Kishi boshiga 5 riyoldan tasavvur qilinglar. Talabalar uchun bu faqat o'sha ko'chada qatnaydigan bo'lsanglar, ko'chada 9 kilometrlik masofa uchun 20-30 riyal olishadi. Bular kishi boshiga 5 riyaldan olishadi. Yo'l kira 5 riyal deb o'ylasam, 3 riyalga yana olib kelib qo'yishdi. Universitetning oldiga, ya'ni universitet. Mana mashina keldi, olib kelib qo'yishdi. Hozir riyaldan deyishyapti. Mana. Riyaldan 2 riyalga hozir haramga tashlab qo'yishadi. 9 kilometr, 8 kilometr uzoqqa tasavvur qilinglar. 2 riyal, 3 riyaldan qatnashar ekan. 5 riyal deb o'yladim, mashalloh. Hop, bu universitetning kirish qismi, ya'ni bir tarafi kirib kelinadi bu joydan. Asosiy kirish qismi bu yoqda joylashgan. Hozir asosiy joyini ham ko'rsataman sizlarga. Ichkarida talabalarning o'zida anaqa skuterlar ham mavjud. Kichkina skuter olishgan, ko'rsataman uni ham. Mana biri sakanlar mana. Sakan degan yotoqxona. Madina Islom universitetining yotoqxonasi. Bu joyda o'qiydigan o'zbeklar ko'p. Saudiya Arabistoni bo'yicha eng ko'p topshirish soni ham mana shu Madinaga bo'ladi. O'zbekistonliklar tarafidan. Va kirish soni ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Mana boya aytganimdek, yigitlar velosiped, shunaqa skuterlarni qilib olishadi o'zlariga. Nabaviyga ham shunda borib kelishadi ba'zida. Hop, bu talabalarning turar joyi. Hop, yangi qurilgan inshootini ham ko'rsataman sizlarga. Bu endi oldin qurilgan joy hisoblanadi. Hammasi mana talabalar. Faqat yigitlar, erkaklar va ayol qizlar qabul qilinmaydi bu joyda. Madina Islom universitetining o'rta maydoni, hozir men o'rtasida turibman. Hop, bu joyda yo'nalish fakultetlar joylashgan. Va bu yoqda ham fakultet yo'nalishlar bor va yotoqxonalar joylashgan. Hop, bu yoqda ham yotoqxona va boshqaruv joylari bor. Bu taraf Toyibaga qarab ulanib ketadi. Bu tarafda Toyiba ayol qizlarni qabul qiladigan universitet bor. Ya'ni u boshqa universitet Madina Islom universitetiga qarashli hisoblanmaydi. Hop, mana bu joylarga e'tibor bersanglar, basketbol, voleybol, futbol o'ynash uchun mana shunaqa maydonlar qilib qo'yilgan va mana bunaqa mashg'ulot maydonlari qilib qo'yilgan. Talabalar bo'sh vaqtida mana shu joydan foydalanishlari mumkin. Misol uchun darsdan bo'sh vaqtda mana bu joyda o'zlarini vaqtlarini o'tkazsa bo'ladi. Mana bitta futbol maydoni, bitta futbol maydoni, ikkinchi katta futbol maydoni va uchinchi basketbol va voleybol maydonlari joylashgan. Talabalar ham tashqi hovlisiga chiqib olishgan darsdan bo'sh vaqtda. Kimdir Nabaviyga, kimdir boshqa joyga bormoqchi. Shuning uchun hammalari to'planib turishibdi hozir. Bu joyda ham mana talabalar darsdan bo'sh vaqtlarida to'planib o'tirishadi. Yoki qanaqadir ko'rgazmalar, nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda to'planishadi. Bu Madina Islom universitetining talabalar uchun ajratilgan transport vositalari. Asrdan keyin hamma talabalar Nabaviy masjidiga borishadi. Mana shu avtobus olib ketadi va qaytarib yana olib kelib qo'yadi. Mutlaqo bepul. Men ko'chadan transfer ham ko'rdinglar, juda qimmat emas. O'zingizlar boradigan bo'lsanglar ham taksilar 3 riyaldan, 2 riyaldan kishi boshiga. Madina Islom universitetida shunaqa ajoyib narsalarni qilib qo'yishgan. Bundan ikkita bor. Hozir masalan birinchisini tushuntirib beraman. Hop, e'tibor bersanglar, kiyim rasmini qo'yib qo'yilgan va odamni qo'yib qo'yilgan. Birorta talaba yoki odam kelib, o'ziga kerak emas bo'lgan libos kiyimni ichiga tashlaydi mana bu joydan. Birorta talaba yoki odam kelib turib, o'ziga kerak bo'lsa, o'sha libosni olib, ehtiyoji bo'lsa kiyib ketaveradi. Shunaqa qilib qo'yilgan Madina Islom universitetida va chekkaroq joylarda kitobga ham qilib qo'yilgan. O'sha joyni ham ko'rsataman sizlarga. Bu binoda islomiy yo'nalishlarga kiruvchi shariat fakulteti mavjud. Aynan mana shu binoda shariat ilmlari o'rgatiladi. Bu bino bo'lsa Qur'on fakulteti hisoblanadi. Aynan mana shu fakultetda Qur'onga bog'liq bo'lgan ilmlar o'rgatiladi. Bu bino bo'lsa hadis va islomshunoslik yo'nalishlari hisoblanadi. Aynan mana shu bo'limda hadis va boshqa yo'nalishlarni o'rgatiladi. Demak, mana shu 4 ta bino islomiy yo'nalishlarga qaraydigan fakultetlar ekan. Xo'p, bu ikkinchi javon hisoblanadi. Birinchi javonda sizlarga men kiyimlarnikini ko'rsatib bergandim. Endi bu kitoblarniki. Misol uchun birorta talaba kitobini o'qib bo'lgan bo'lsa yoki yangi kitobi bo'lsa, shunga qo'yadi.
o'ziga kerak bo'ladigan talaba kelib turib o'sha kitobni olishi mumkin. Misol uchun menga kerak emas birorta kitob ichiga tashlayman. Birorta talaba ehtiyoji bo'lsa o'sha kitobni olib bemalol o'qib ketaveradi. Demak, shunaqa ikki xil konteynerlar joylashtirilgan ekan, lekin hozirgi paytda bu to'liq ishlayaptimi yo'qmi, meni xabarim yo'q. Hop, bu universitet talabalari va boshqa ustozlar uchun ajratilgan avtoturargoh hisoblanadi. Ba'zi talabalar misol uchun mashina haydashlari mumkin. Mana shu joyga o'zlarining mashinalarini qo'yishadi. Katta turargoh bu ham. Hop, bu yoqda bo'lsa dunyoviy sohalar boshlanib ketadi. Informatika, IT, umuman boshqa til kurslari bor bu arab tili, ingliz tili, hammasi mana shu tarafda. Hozir birgalikda bu joyni ham tanishamiz. Bu bo'lsa universitetning boshqaruv ofislari. Aynan mana shu binolarda sizlarning hujjatingizni ko'rib chiqishadi. Rad etilgan, qabul qilingan hujjatlarning barchasi talabalar ma'lumoti mana shu joyda saqlanadi. Hop, ayol qizlarni ham qabul qiladigan universitet bormi Madinada deganlar uchun mana bu to'g'rimda boshqa universitet turibdi. Toyiba universiteti. Buni keyingi videoda men sizlarga ko'rsataman. Obuna bo'lib kuzatib tursanglar, uni ham qo'yamiz. Bular bo'lsa dunyoviy fakultetlar uchun ajratib berilgan binolar. Mana bu joyda IT sohasi, ya'ni informatika, axborot texnologiyalari joylashgan bo'lsa, mana bu joyda laboratoriya. Hop, yuqorida mana bu joyda arab tili fakulteti joylashgan. Hop, bularning orqasida ham boshqa biznes, boshqa muhandislik fakultetlar joylashgan. Hop, e'tibor beringlar, universitetning dunyoviy sohalariga 5,5 IELTS yoki 60 TOEFL kerak bo'ladi. Ya'ni sizlar ingliz tilini bilishinglar kerak. Chunki mana bu dunyoviy sohalar ko'pi ingliz tilida o'rgatib o'tib boriladi. Ko'ryapsizlar, hammasi katta IT texnologiyasi yoki laboratoriya, hammasi o'sha ingliz tilida va arab tilida aralashib o'tib boriladi. Shuni hisobiga sizlar bilishinglar kerak. Endi sizlar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsanglar nima qilasizlar? Ingliz tilini bilmasanglar hujjat topshirishinglar mumkin. Sizlar qabul jarayonigacha ingliz tilini o'rganib tursanglar, o'sha hujjatni topshirayotgan paytingizda biz aytib yozib qo'yamiz ichiga. Bu ingliz tilini hozirda o'rganyapti. Ingliz tilini o'rganib bo'ladi, o'qishga kirguncha degan ma'nodagi matnni kiritib qo'yiladi. Va o'qishga ehtiyot kirib qoladigan bo'lsangiz, ingliz tilini bilgan holatda kelaverasiz. Endi siz ingliz tilini bilasiz, lekin sizda IELTS yoki TOEFL yo'q. Nima bo'ladi? Universitetning o'zida test qilib oladi ingliz tilidan kelganingizda. O'sha IELTS yoki TOEFLga xalqaro standartlarga mos ravishda sizlarni test qilib oladi va o'sha o'tganingizdan keyin mana bu dunyoviy sohalarga to'g'ridan-to'g'ri kirasiz. Endi arab tili yo'nalishiga bizga kerakmi? Ingliz tili deganlarga arab tili yo'nalishiga sizlar bilishinglar shart emas. Men arab tili fakultetiga kiraman hozir va islomiy yo'nalishlarga ham sizlar til bilishinglarni shart qilinmaydi. Chunki islomiy yo'nalishga hujjat topshiradigan bo'lsanglar, universitet qoshida 2 yillik arab tili kursi bo'ladi. Ana shu joyda 2 yillik arab tili kursini imtiyozli ravishda o'rganib, keyin islomiy yo'nalishga fakultetga o'tsanglar bo'ladi. Hop, bu bo'lsa arab tili kolleji, ya'ni arab tili fakulteti hisoblanadi. Hozir ochiq bo'lsa men xonalarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Hop, bu fakultetning ichki ko'rinishi. Deyarli hamma fakultetlarniki shunaqa bir xil dizaynda qilingan. Mana bu sinf xonalari. Bu fakultetni tahorat va hojatxonasi hisoblanadi. Endi bu joyni ko'rsatish noto'g'ri bo'lsa ham, bir joyga borsangiz, o'sha joyning ozodaligini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha tahorat hojatxonasiga kiring degan gap bor. Ozodaligini ko'ryapsizlar. Toza. Mana. Hamma joyi yaxshi, ozod saqlangan. Endi bu yo'g'ini ko'rsatish shart emas. Sizlarga hozir endi sinf xonasini ko'rsataman. Fakultetning ichiga ham kirib oldik. Bu koridor qismi hisoblanadi. Bu yoqqa yurganingizda chap va o'ng tarafda sinf xonalari joylashtirilgan. Hop, bu tarafga mana e'tibor bersanglar, lift joylashtirilgan. Nimaga? Menga ko'pchilik savol beradi. Saudiyadagi universitetlarda nogironlar ham o'qishi mumkinmi deb. Mana shu nogironlar uchun mo'ljallangan yoki boshqa talabalar uchun ham mo'ljallangan lift hisoblanadi. Oyoqda muammosi bo'lsa, aravada yuradigan bo'lsa, oyoq og'riydigan bo'lsa, mana shu liftdan foydalanish mumkin. Deyarli hamma universitetlarda shunaqa liftlar joylashtirib qo'yilgan. Nogironlar ham muammosiz o'qishi mumkin, o'qishga qabul qilinadi. Hujjat topshirsa bo'ladi ular ham. Hop, chap va o'ng tarafda sinf xonalar joylashtirilgan. Sizlarga men hozir bitta sinf xonasini ko'rsataman. Mana bu bitta sinf xonasi. Mana talabalar uchun. Ko'ryapsizlar, alohida bitta-bitta qilib qo'yilgan. Mana yaqinda dars tugagan shekilli. Mana. Talabalar yaqinda chiqib ketishgan adashmasam. Endi ikkinchi xonasini ko'rsataman. Xo'p, bu ikkinchi sinf xonasi. Mana e'tibor bersanglar, hammasi deyarli bir xil. O'tirish joylari ham, dars qiladigan mana joylari ham bir xil. Universitetning deyarli barcha fakultetlari sinf xonalari shunaqa bir xil sharoitda qilingan. Xo'p, o'tirish joylari, buni ham ma'lumotini berib ketay. Mana plastik, yumshoq plastikdan qilingan.
Mana bu joyga kitob, daftar, darsliklarni qo'yadi. Ustoz mana bu joyda dars beradi. Mana arab tili fakulteti bo'lganligi uchun mana arab tili qoidalari va boshqa masalalari o'rgatilyapti. Hop, arab tili fakultetida diniy ilmlar, bilimlar qo'shilmaydi. Faqat arab tili yo'nalishlar o'rgatiladi. Bu hovli. Hop, bu yangi qurilyapti ekan. Xudo xolasa sizlar o'qishga kirguninglarcha qurib bitkaziladi. Bu Madina Islom universiteti qoshida ochilayotgan, menimcha stadion. Stadionga o'xshayapti. Yoki tadbirlar o'tkazish uchun mo'ljallangan maydon. Bu yoqda bo'lsa, bolalar darsdan bo'sh vaqtida mana futbollarni o'ynashyapti. Hop, bu joyda bitta Islom universitetida o'qiydigan bolalar emas, Madinada yashaydigan bolalar ham kelib futbol o'ynashi mumkin. To'lov qilgan holda albatta. Hamma sharoitlarni qilib qo'yilgan. Hop, bu yoqda bo'lsa, fitness zal, suzish havzalari joylashtirilgan. Sizlarga yozib ko'rsataman u joyni. Bu bo'lsa Madina Islom universitetining qoshidagi sport sentri, ya'ni o'sha sport maydonchasi. Ichkari kirib, hozir sizlar bilan narx-navolarni tanishamiz va sharoitlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Bu sport sentrga kirish joyi hisoblanadi. Kirishdan oldin to'lov qilib olish kerak. To'lov narxlari shunaqa yozilgan mana. 1 martalik kirish 39 riyal, 1 oyligi 269, 3 oyligi 699, 6 oyligi 1339 riyal, 1 yilligi 2229 riyal. Bu ko'chadan keladiganlar uchun narx. Endi talaba bo'lsangiz, Madina Islom universitetida o'qisangiz, shuni yarmini to'laysiz. Ko'ryapsizmi? 39 bo'lsa, shuni yarmi. 1 yilligi 2229 riyal bo'lsa, shuni yarmi. Mana shuni yarmini, ya'ni 50% chegirma bilan to'lab kirishingiz mumkin. Agar siz mana shu universitetning talabasi bo'lsangiz. Hop, bu sport sentri ichki ko'rinishi. Bilyard ham bor, u yoqda mana qo'l futboli ham bor. Bu yoqda mana ko'chadan kelganlar ko'pi. Sport bilan shug'ullanishsa bo'ladi. Mana bu yoqda stol tennisi. Mana bu yoqda yana boshqa sport turlari mavjud. Har xil. Hop, bu yoqda mana futbol maydoniga chiqib ketsanglar bo'ladi. Futbol maydoni ham bor. Mana bu joyda boshqa sport turi. Yuqorida aytganimdek, ko'chadan kelganlar ham shug'ullanishi mumkin. Bu sport sentri tashqi suzish havzasi, ichkarida ham yana bor. Endi bu yoqda o'tganmi, bolalar cho'milyapti ekan. Namoz vaqti bo'lganligi uchun namozdan keyin boshlaymiz. Yopildik deyapti. O'z tepada ham boshqa narsalar bor, ko'rsataman. Sport sentr ichida mana PlayStation ham bor ekan. Bu birinchisi bo'lsa, u nariroqda ikkinchisi joylashgan. Hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Ichkaridagi boshqa joylarni ko'rsataman. Mana hamma talabalar, ko'chadan kelganlar ko'chirib shug'ullanishyapti. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Universitet hududida mana shu narsalar. Universitet haqida to'liq ma'lumot olib, hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi Telegram havolasi orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borishi uchun videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Universitetlar haqida ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.